O'sha qizlar, sizlarga anchadan beri uxudlarimni ko'rsatmadim. Hozir uxudlarim o'zgargan. Bir oydan beri mana shu uxudlarni qilyapman. Sizlarga ko'rsataman. Даже tugatganlarim ham bor. Haftaga bir marta, 2 marta gidrofilni masla qilaman bu lagomdan. Как раз уже bugun shanba juma qilishim kerak. Kipriklarni faqat ana shunday qilib yuvinglar, hamma. Endi ozgina suv. Gidrofilkadan keyin lagom penka. Bundan oldin yuborganlari уже tugadi. Buni уже o'zimni pulimga oldim, chunki reально quruq yuzlarga, yuzi чувствительный. Mana shuni sevdim. Tak, endi qaranglar, haftaga 2 marta mana shu qat kanivay maskalar qilaman. Farqi yo'q, no zo'r, конечно, zo'r. Sharoitlaringizga qaranglar. Hozir lagom bir marta yuzga использовать qilaman, ikkinchi marta bo'ynimga. Qanaqa необычный oq тканевая maska. Buni Janaka Beauty'dan olgandim. Podarka qilgandilar menga. О, ну что за красота! Bilasizlarmi, bu как будто krem. Если что, Janakaga borsalaringizlar, mana shundan olinglar. Bir marta ishlatgan maskamni qo'yaman, chunki svirtkasi bor, ekonom rejim. Ikkinchi martasiga olaman u bo'ynimga qilaman, chunki bo'yin ham тоже важно. Тем более, agar ko'p ochiq kiysalaringizlar. Tak, endi kechga aksessuar namlantiruvchi ko'zni tagiga. Холодный чай yoqadi-da. Buni ismi nima edi? Короче, A bilan qanaqadir krem esimga bor, no esimga yo'q ismi. Eslaringizga bo'lsa, avval mikro igl qilardim. Mana bu krem asli marshinkalar uchun ekan. Вот уже qolmadi. Полностью ishlatdim. Menga namlanishi, marshinkalarni yo'qotishi menga juda ham yoqdi. Kunlarim bilan qilaman. Jilet qilmayman, qaranglar. Вообще jilet qilmayman o'zim uchun. Kanivay maskadan keyin обязательно qanaqadir krem yoki svirtka qilish kerak. Va yangi masla ko'z uchun, qosh uchun ochdim. Hammaga assalomu alaykum. Ertalabki uxud. Birga narsachilar, doktor Altayani spreyi. Shiltiqcha qilib, yaxshilab, jilet qilmasdan o'zim uchun. Aksessuar ko'zni tagi uchun, lekin buni redka qilaman. Основной men namlantiraman, shu uchun. В основном buni kechasi ko'proq qilaman. Keyin albatta mana bu kremni surtaman. Уже kam qolibdi. Qo'l bilan nima qilmanglar, одноразка bilan qilinglar, kim nima qilinglar, одноразовый salfetka. Bizlar u narsani men o'ylaymanki, faqatgina kimni aknelari, ugrilari, nimadirlari